Ya'ni muhacir degan u bir musafir, u bir bog'liq otga o'xshash holiga yerga borolmaydigan bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u odamning qo'lini tutib turib, jihad yo'q, sadiqa yo'q. Unda o'zi jannatga nima bilan kirsa dedi. Demak, bir odam, ya'ni Bani Isroillardan bir odam, "Men Alloh yo'lida sadiq qilaman" deb pulusini olib chiqdi. Uni bilmasdan bir o'g'riga birib soldi. Keyin kishilar, "U odam o'g'riga sadiq qilibdi" Bilginimizdek şeytan iblis bütünley insonlarni ozdirish bilan bo'lg'achqa u nihoyatda tajribalik bo'lib ketgan. Ya'ni bizni ozdirishda, bizni Allohning yo'lidan to'sishda bizni bevosita to'smaydi. Chunki bizni bevosita to'ssa biz unutmaymiz. Bu sababdan shayton bizga yiroqdan keladi. Bizga eng ojiz nuqtamizni hujum qilib, bizni Allohning yo'lidan to'smoqchi, Alloh buyurgan ishni tashlatqizmoqchi bo'ladi. Shuning uchun bu vaqtda nihoyatda sezgi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga ezib ketmasligimiz uchun, aldinib ketmasligimiz uchun shaytonning hiylalarini hadislarda tafsili bayon qilib bergan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda şeytanı qa'ada li ibn Adam bi atruqihi. Şeytan adam balalarını azdırış üçün bütün vasıtalarının hemmini qo'llanadı. Yani yollarının hemmisini olturdu. Allah buyurgan yollarının hemmisini olturup ularını tosudu. Faqa'ada lahu bi tariqil islam. Yani şeytan bir Müslüman bolmoqchi bo'lgan odamning oldida olturup tuslim va tadru dinaka va din abaik. Sen Müslüman bulup o'zingning dinini, ota-onangning dinini, o'zingning an'anasini tashlamsa deb vasvasa qiladi. Fa'asahu fa aslam. O adam şeytanın vesvesine aldanmay Müslüman bo'ldi. Ondan keyin bu şeytan iblis hicret qilmoqchi bo'lgan odamning oldida o'ltiradi. Ya'ni Alloh yo'lida hicret qilib, dinimni saqlayman, iymonimni saqlayman deb vatanni tashlagan odamning oldiga chiqib, "Tuhajir va tad'u ardaka va samak." Sen hicret qilib, o'zingning zaminni, vatanni, osmoningni tashlamsa, innama mathalul muhajir kamathalil farsi fi tiwali. Muhajirning misoli bog'liq otga o'xshaydi deb uning vasvasa qiladi. Ya'ni muhacir degan u bir musafir, u bir bog'liq otga o'xshash holiga yerga borolmaydigan bo'lib qoladi. Bir qafasning ichiga suvni qolib qoladi deb mushundaq vasvasa qiladi. Fa'asahu fahajara. Bu odam shaytonning bu vasvasiga aldanmay hijratini davom qilaveradi. Ondan keyin shayton iblis Alloh yo'lida jihad qilmoqchi bo'lgan odamning oldiga chiqib, uning oldida o'ltiradi. Uningga vasvasa qiladi. Nima deb vasvasa qiladi? Tujahid va huwa jahdun nafs val mal. Jihad qilasiz. U degan jonni sappirish, molni sappirish. Tuqatil fa tuqtal. Urush qilasiz. Öldürsiz. Tunkahul mer'a ve tuqsamul mal. Ayalingizni boshqa odam oladi. Meningizni boshqalar o'lishadi. Deb mana shundaq insonning eng ojiz nuqtasiga hujum qiladi. Fa'asahu fajahada. O odam shaytonning bu vasvasiga aldanmay jihadini davom qiladi. Ya'ni jihad yo'liga mangadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisning oxirida "Faman fa'ala zalik kana 'ala Allohi haqqun ay yudkhilahul janna." Qandaq odam mushundaq qilsa, ya'ni mana shundaq Alloh buyurgan ishlarda uning eng ojiz nuqtasiga kelib shayton hujum qilsa, shaytonning vasvasiga aldanmasa, yo'liga davom qilaversa, Alloh buyurgan ishni qilaversa, Allohning ustiga uni jannatga kirgizish haq bo'ladi deydi. Demak, shayton bizning mana shundaq eng nozik nuqtamizga tegish orqali Alloh yo'lidan to'sadi. Shuning uchun biz har vaqt nihoyat hushyor bo'lishimiz kerak. Shayton bizga vasvasa qilayotgan vaqtida "A'udhu billahi minash shaytonir rajim" deb yo'limizga davom qilaverishimiz kerak. Masalan, Alloh buyurgan namozni shayton bevosita to'smaydi. Old bilan sunnatni o'qimasangmi bo'ladi. Sunnat degan farz emas. Farzni o'qisang jannat kirishingga yetarlik deb vasvasa qiladi. Biz shaytonning vasvasiga aldanib, old bilan namozning sunnatini tashlaymiz. Ondan keyin shayton bizga yana bir qadam ilgirlab, namozni jug'lab o'qisangmi bo'ladi deb vasvasa qiladi. Biz ma'lum joydagi bir fatvolarga tayiniblam, "Oy, namozni jug'lab o'qisaqmi bo'ladi ekan" deb ikki namozni bir yerga akaplam, jug'lab o'qishga boshlaymiz. Undan keyin shayton yana bir qadam ilgirlab, namozni kechiktirishga, jamoat bilan o'qimaslikqa, qazo qilishga targ'ib qilishga boshlaydi. Ya'ni har xil sabablar bilan bizga vasvasa qilishga boshlaydi. Ondan keyin biz har xil bahona, fatvolarni tepib, "Shimning vaqti asrg'ichilik bor, shamning vaqti xubdamg'ichilik bor" deb namozni qasddan keyniga tortishga boshlaymiz. Mushundaq qilib tadrijiy mengib keyin oxirida namoz ig'ir keladigan, xubdam namozni bomdod qo'yadigan holat kelamiz. Eng oxirida shayton yana qo'yatmay, oxiri sening qalbing pokiza. Sen namoz o'qimagan bilan namoz o'qimasangmi, namoz o'qigan palondek boshqalarning haqqini yevamaysa, sen namoz o'qimagan bilan qalbing pokiza, axloqliq, yolg'on aytmaysa, namoz o'qisalam hisob emas deb vasvasa qiladi. Ondan keyin biz o'zimizni yo'g'onab, "Men axloqliq ekan, mening qalbim pokiz ekan, namoz o'qisalam hisob emas ekan" deb namozni o'qib turib xatolik o'tkazgan bir odamni ko'z oldimizga akilimizda shaytonning aldam xaltasiga tushimiz, namozni tashlaymiz. Ondan keyin biz ana shu rasulligimizni, ana shu omonatdorligimizni, ana shu axloqimizning hammasini bir-birlab yo'qotishga boshlaymiz. Demak, shayton bizni mana shundaq ozdiradi. Mana shunga o'xshash namozga o'xshash farz bo'lgan zakat ibodatimi shayton bizni bevosita to'smaydi. Chunki zakat bermadisi biz uni unutmaymiz. Chunki zakatning musulmonlikning alomati ekanligini bilamiz. Bu sababdan shayton bizni zakatdan, Alloh yo'lidagi sadiqadan to'smoqchi bo'lsa, bizning qalbimizga kelgusimizdan qo'rqadigan, faqirchilikdan qo'rqadigan bir xil qo'rqinishni salab qo'ydi. Alloh taolo zakat ibodatining naqadar muhim bo'lganligi, shaytonning bizni ozdirganligi sababli buning hiylesini Qur'oni Karimda bayon qilib qo'ygan. Alloh taolo
Taala Qur'on Karimda "Eş-şeytanu ya'idukumul faqra." Şeytan sizlarni faqirchilik bilan qo'rqitadi deydi. Ya'ni shayton bizni faqirchilik bilan qo'rqatgandan keyin qishimizda pul bo'lsa-mu, tijoratimiz oqmaganligini bahona qilamiz, vatandan pulimizni achqanmaganligimizni bahona qilamiz. Bundan boshqa turli bahonalarni qilib, Alloh yo'lidagi sadiqalarni oziltamiz, undan keyin sadiqani to'xtatamiz, undan keyin zakot kelgan vaqtida har xil fatvo va bahonalarni izlab zakotdan qochishga tirishimiz. Qocholg'inimizcha qochamiz. Shunda qilib biz shaytonning vasvasasiga aldanib, zakotni eng tuanchakka tushiramiz. Ya'ni eng oz miqdorda araydigan bir holatga kelamiz. Ondan keyin shayton bizni yana qo'yib bu pulni tugab qolsa qanday qilsa deb faqirchilikni yana qo'rqitadi. Ondan keyin biz zakotga, do'konimizda sotilmagan mollarni hisoblab berish va shuning o'xshagan usullar bilan Allohga hurmatsizlik qilishga boshlaymiz. Shayton bizni yana qo'yib toki zakotni tashlamaguncha, zakot yo'ldan bizni to'smaguncha shayton vasvasa qilaveradi. Biz hushyor bo'lmasak, aldanib ketaveramiz. Oxirida zakotni tashlab qolamiz. Iymonimizning eng muhim turi bo'lgan bir turukdan ayrilib qolamiz. Bu sababdan Alloh taolo Qur'on Karimda "Eş-şeytanu ya'idukumul faqra ve ya'murukum bil fahsha vallahu ya'idukum mag'firatan minhu ve fadla." Shayton sizlarni faqirchilik bilan qo'rqitadi. Bu orqali sizlarni Alloh yo'lidagi sadiqalardan, Alloh yo'lidagi zakotdan to'sadi va yomon ishga buyuradi. Vallahu ya'idukum mag'firatan minhu ve fadla. Alloh bu sizlarga mag'firatni va'da qiladi va texmi ko'p berishni va'da qiladi deydi. Ya'ni shayton sizlarni faqirchilikdan qo'rqitish orqali zakot berishdan to'sadi, ammo Alloh sizlarga zakot bersanglar, Alloh yo'lida sadiq qilsanglar, texmi ko'p beradiganlik bilan va'da qiladi deydi. Kimning gapi haq? Albatta Allah subhanahu va taolaning gapi haq. Innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh va'dasiga asla va asla xiloflik qilmaydi. Shuning uchun shaytonning vasvasasiga aldanib, qalbiga silib qo'ygan o faqirchilik, kelgusidan ensirashdan iborat bu qo'rqinchlar sababli zakotni tashlashni qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki zakot namoz qanday farz bo'lgan bo'lsa, shundoq farz. Alloh taolo Qur'on Karimda namoz buyrug'ining hammasi zakotga o'xshash, keyindan billa buyruqlar. Va aqimus solata va atuz zakat. Sizlar namoz o'qinglar, zakot beringlar. Namoz o'qinglar, zakot beringlar deb. Nada namoz buyurilgan bo'lsa, zakot keyindan buyruqlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan keyin Hazrat Abu Bakrning davrida bir bo'lak kishilar payg'ambarimiz vafot topdi, endi zakot farz emas, zakot bermaymiz deb zakotni inkor qilib turib oldi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu ular namoz o'qib turgan bo'lsa-mu, saqilib bo'lgan bo'lsa-mu, zakot bermaganligi, zakotni inkor qilganligi uchun ularni murtad deb ular qarshi urush ochdi. Bundan biz zakot ibodatining naqadar muhim ekanligini ko'rib olamiz. Chunki zakot bizning iymonimizning isboti. Bir odamning men Allohga ishonaman, o'lgandan keyin bir mukofotning bor ekanligiga ishonaman deganligining bir isboti. Chunki biz insonlar $100 foyda chiqadigan yer bo'lsa, u yerga hammamiz yepishimiz. Alloh taolo mening yo'limda pul xarjlanglar, men uni 700 hassa qadar ko'paytib beraman degan tursa, shunda so'zga ishinib turib, ana shu Qur'onga ishinib turib, ana shu jannatga ishinib turib, hammamiz o'lib ketadiganligiga haq turib, u yo'lga pul xarjlagani unutmaganligimiz bizning Allohning so'ziga ishonchimizning tuvanligi va bu iymonimizning saxtaligini bildiradi. Chunki iymon amaliyot talab qiladi. Biz Allohga ishondik, oxiratga ishondik deb qo'yiblam, o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani u yo'llarga sarf qilamisak, bu iymonimizning saxtaligi, rost emasligini bildiradi. Shunga shaytonning vasvasasiga aldanib zakotdan qaytishga, zakot bermaslikni o'zimizni ep qaytishga va yoki zakot berman deb Allohga hurmatsizlik qilib, sifatsiz mollarni berishni qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki u narsalarga, pulimizga Allohning hech bir ehtiyoji yo'q. Muhim bo'lgani Allohga arziydigini bizning samimiyatimiz, bizning taqvodorligimiz, bizning qalbimiz. Biz Allohga ishonamiz, Allohning nazariga mukofotga ishonamiz degan gapimizning rost ekanligini ifodalash mana bu Allohga yetadi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda la yanalallahu luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhu taqva minkum. O'ltirgan qurbonliqlarning gushi va yoki qani Allohga yetmaydi. Ya'ni uningga Allohning ehtiyoji yo'q. Walakin yanaluhu taqva minkum. Allohga yetadigan bo'lsa, sizlarning qalbinglardagi u taqvodorlik, u samimiyat deydi. Shunga Alloh taolo biz insonlarga tunji qatim farz qilgan ibodatning birisi mana shu Alloh yo'lida chiqim qilish, ya'ni infoq qilish. Ya'ni Alloh taolo Odam otamizni tushirgandan keyin tunji qatim Odam otamizning ikki o'g'liga Alloh yo'lida qurbonlik qilish, ya'ni Alloh yo'lida chiqim qilishga buyurdi. Hobilning bo'lsa nurg'un qo'ylari bor edi. U Allohga haqiqiy ishongan bo'lg'achqa, iymonda rasul bo'lgan bo'lg'achqa, mendan Alloh talab qildi deb eng semiz qo'ylarini Alloh yo'lida qurbonlik qiladi. Qobilning bo'lsa nurg'un ziroatlari bor edi. Uning iymonda masala bo'lg'achqa, Allohning so'ziga bo'lgan ishonch tuvan bo'lg'achqa, bu imtihondan o'tolmay eng sifatsiz ziroatlarini Alloh yo'lida infoq, ya'ni chiqim qiladi. Alloh taolo Hobilning chiqimini qabul qiladi, ammo Qobilnikini qabul qilmaydi. Bu voqelikdan ibrat va dars olishimiz uchun Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga "Vatlu alayhim naba abnay Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima va lam yutaqabbal min al-akhar." Ey Muhammad, ularga Adamning ikki bolasining voqeligini so'zlab bergan. Alloh taolo Adamning ikki bolasining birisining qurbonligini qabul qildi. Ya'ni Hobilning qurbonligini qabul qildi. Yana birisinikini qabul qilmadi. Nima uchun qabul qilmadi? Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taolo taqvodorlarnikini qabul qiladi deydi. Ya'ni qo'shaqmay, Allohga hurmatsizlik qilib,
eng süpesiz melni bergen o Qabilning qurbonligini qabul qilmaydi. Faqat haqiqiy samimiy bo'lgan, Allohni haqiqiy yaxshi ko'rgan, Allohning mukofotiga haqiqiy ishongan taqvodorlarning sadiqasini, taqvodorlarning infoq va chiqimlarini qabul qiladi deydi. Demak, Alloh yo'lida chiqim qilishni qochmaganligimiz, Alloh yo'lida eng yaxshi ko'rgan narsalarimizni sarf qilganligimiz bu bizning qalbimizning taqvodorligining bir alomati. Shundaq iymonimizning haqiqiy rost ekanligining bir isboti. Shunga Alloh taolo shaytonning vasvasiga aldanib, faqirchilikdan qo'rqib, süpesiz narsalarimizni Alloh yo'lida sarf qilib salmasligimiz uchun, ya'ni Allohga hurmatsizlik qilib salmasligimiz uchun ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum min al-ard. Ey Allohga ishongan kishilar, Alloh yo'lida topgan pulinglarninki va zamindan chiqqan narsalarninki eng süpligini, eng yaxshisini chiqim qilinglar. Va la tayammumul khabitha minhu tunfiquna va lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Boshqalar sizlarga bersa, sizlar uni olmaydigan va yoki ko'zingni yumib oladigan bundaq narsalarni Alloh yo'lida chiqim qilmanglar. Va alamu annalloha g'aniyyun hamid. Bilib qo'yinglar, Alloh behojatdir. Bunda narsalardan Alloh behojatdir. Alloh kerak bo'lgan sizlarning qalbinglar, sizlarning samimiyatinglar Alloh madhiga loyiqdir. Allohning hech bir narsaga ehtiyoji yo'qdir deydi. Shundaqla Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga qul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha va yaqdir. Ey Muhammad aytqinki, ya'ni faqirchilikdan qo'rqib Alloh yo'lida pul xarjlashni o'zini tortayotgan, zakot berishni ikkilanayotgan, zakotni qechayotgan kishilarga aytqinki, inna robbi yabsutur rizqa liman yasha va yaqdir. Mening Robbim xohlagan kishining rizqini keng qiladi. Xohlagan kishining rizqini tor qiladi. Rizqni Alloh beradi deydi. Va shundaqla Alloh taolo yana bir oyatda va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Alloh yo'lida nimani chiqim qilmanglar, Alloh taolo uni o'rnini to'liqlab beradi. Chiqim qilish bilan, sadiq qilish bilan, zakot berish bilan pulingni oz qolmaydi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda ma naqasat sadaqatun min mal, sadiqa, zakot malni kemaytirmaydi deydi. Ya'ni Alloh uni o'rnini chuqum to'liqlab beradi deydi. Yana bir hadis qudusida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan naql qilinib, Alloh taolo ya bani adam anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, sen Alloh yo'lida pulingni xarjlagin, men sana xarjlay deydi. Demak, Alloh taoloning bizga pul bergani aslida ey odam bolasi, buni sen Alloh yo'lida xarjlagin, men sana pul beray deb bizga bir fursat bergani. Va shundaqla Alloh yo'lida pul xarjlagan odamga har kuni osmondan ikki farishta tushib, bir farishta Allohumma a'ti munfiqan xalafa. Ey Alloh, Alloh yo'lida pul xarjlagan odamning o'rnini to'liqlab bergin deb duo qiladi. Yana bir farishta bo'lsa Allohumma a'ti mumsikan talafa. Alloh yo'lida pul xarjlamagan, faqirchilikdan qo'rqib, kelgusidan qo'rqib pulini ching tutib olgan odamning mollarini halok qilgin, uni zayo qilib etgin deb duo qiladi deydi. Bu duoni farishta qiladi. Bilganimizdek farishtaning duosi ijobat. Shuning uchun Alloh yo'lida pul xarjlagan odam asla ziyon tortmaydi. U kelgusidan ensirmasin bo'ladi. Chunki Alloh taolo ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Texim ortiq berdiganligini va'da qildi. Alloh taolo mana shunday va'dalarni qilib tursa-mu, yana qo'rqib Alloh yo'lida pul xarjlamasa, zakotini bermasa, buning oqibati nihoyat xatarlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt Qur'on Karimda vallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Oltin kumush to'plab, uning zakotini bermay, sadiq qilmay, mana shunday tutib olgan kishilarga fabashshirhum bi'azabin alim. Dadlik azob bilan bishorat bergin. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. U shundaq bir dadlik azobki qiyomat kunida mol dunyo to'plab uning zakotini bermagan, sadiq qilmagan kishilarning mol dunyolari, oltin kumushlari qizitilib, ularning peshonlariga, beqillariga va dumbilariga yiqiladi va mana bu o'zinglar uchun to'plagan mol dunyo endi buning ta'min tetinglar deyildi deydi. Shundaqla Imom Buxoriy naql qilgan sahih hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom man atahu Allohu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah shuja'un aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yawmal qiyamah. Qanday bir odamga Alloh taolo mol dunyo bergan bo'lsa, uning haqqini, zakotini ayirmagan bo'lsa, uning mollari qiyomat kunisi ustida qora chikit bo'lgan yilonga aylantiriladi. Ya'ni zaharlik yilonga aylantiriladi. Ondan keyin bu yilon qiyomat kunisi uning buyurlariga yugishidi deydi. Bu hadisni Imom Buxoriy naql qilgan. Shuning uchun Alloh yo'lida pul xarjlamagan, bexillik qilgan kishilarni o'ziga puxta, aqlli deb o'ylab qolmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va la yahsabannallazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadlihi huwa khayran lahum, bal huwa sharrun lahum, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah." Alloh taolo o'z fazlidan mol dunyo bersa, uni Alloh yo'lida chiqim qilmay, bexillik qilgan kishilar yaxshi qildik deb o'ylab qolmasin. Balki bu yomon qilganligi, o'ziga ziyonkashlik qilganligi, chunki qiyomat kunisi ana shu Alloh yo'lida xarjlamagan pullari ularga taqoq qilinib silinadi deydi. Va shundaqla bu oyatning davomida Alloh taolo "Valillahi mirasus samawati val ard." Osmon zaminning mulki mirosi Allohning. Sana bergan rizqni Alloh berdi. Vallohu bima ta'maluna xabir. Alloh taolo butun qilgan ishlaringizni biladi deydi.
Shundaqla jamiyatda zakat bermaydiganlar ko'payib ketsa, u jamiyatda piqirchilik, qimmatchilik va shundaqla yomg'ir yog'maydi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda qanday bir qavm, qanday bir jamiyatda zakat bermaydigan kishilar ko'payib ketadi ekan va zakat bermaydi ekan, Alloh taolo ularga yomg'ir yog'ishni tuzib qo'ydi. Agar hayvonlar, mol chorvalar bo'lmagan bo'lsa, ularning zakat bermaganligi sababli yomg'ir yog'dirilmagan bo'ladi deydi. Demak, zakat dunyo va oxiratlik manfaatimiz uchun yo'l qo'yilgan. Masalan, mushu dunyoda zakatning nurg'unlagan foydalari bor. Masalan, birinchisi, zakat bizni bexillikdan iborat bir illatdan qutuldiradi. Bexillikning yomon illat ekanligini hammamiz bilamiz. Bu illatdan qanday qutulamiz? Yaxshi ko'radigan, bexillik qilgan mol dunyoni boshqalarga berish orqali qutulamiz. Shundaqla zakat qalbimizdagi nifoqni tozalaydi. Ya'ni bir odamning qalbida nifoq bo'lsa, ya'ni eg'izli gap bor, qalbida yo'q bo'lib qolsa, zakat shuni tozalaydi. Masalan, bir odam men Allohga ishonaman, jannatga ishonaman deb qo'yib zakat bermasa, bu odamning qalbida nifoq bo'lgan bo'ladi. Bu odam zakat bergandan keyin uning qalbiga nifoq ajrab chiqadi. Shunga nifoq bilan infoqning, Alloh yo'lida pul xarjlashning yiltizi bir. Zakat qalbimizdagi nifoqni tozalaydigan eng yaxshi usul. Undan boshqa zakat faqirlar bilan boylar o'tirisidagi bu nafratni do'stlikqa aylantiradi. Ya'ni boylar zakatni faqirga bergandan keyin faqirlar boylarga o'chmanlik qilmaydi, dushmanlik qilmaydi. Eng muhimi zakat bizning jannat kirishimizning asosiy va sharti. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar yaxshi ko'rgan narsanglarni Allohning yo'lida sarf qilmaguncha hargizmi jannatga kirolmaysizlar deydi. Bu oyat nozil bo'lgan vaqtida sahobalar bas-basda o'ylashib, men uchun nima eng suyumlik deb shuni tepib kelib, uni Allohning yo'lida sarf qilishga boshlaydi. Masalan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu o'ylab, men uchun eng suyumlik narsa mush rimliq dedikimkan, mushuni men Alloh yo'lida azod qilay deb uni azod qilib o'tdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu, ey Rasululloh, men uchun eng suyumlik narsa mushu Xaybar urushidan erishgan yerimkan, beg'imkan, mushuni qanday qilay deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning aslisini tutib qilib ijarasini sadiq qilgan deydi. Shundaqla Abu Talha radhiyallohu anhu bu oyat nozil bo'lgan vaqtida o'ziga eng suyumlik bo'lgan bir big'ini Alloh yo'lida sadiq qilib o'tdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni anglab, haqiqatan pay topgan bir mol, haqiqatan foyda ko'rsatgan mol deydi. Amaliyotda bizning Alloh yo'lida chiqib qilgan pullarimiz haqiqatan bizga foyda ko'rsatgan mol. Chunki u Allohning huzuriga berib 700 hassag'ichilik ko'paydi. Hargiz bekorga ketmaydi. Biz chuqur boradigan, hammamiz boradigan oxiratga bag'ash turadi. Aslida bizning pulimiz ana shu oxirat hayotiga avatkash turgan. Ya'ni Alloh yo'lida xarjlagan pullarimiz bizning pulimiz. Ya'ni bizga qolgan pul. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayoli Hazrat Oyshaga bir qo'yni o'ldirib, qurbonlik qilib, uni tarqitib berishga buyurdi. Kechlikda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uyga qaytib kelib, "Ey Oysha, qo'ydan bizga nima qoldi?" deb so'raydi. Hazrat Oysha radhiyallohu anha, "Ma baqiya minha illa katfaha." U qo'ydan faqat bir qulilam qoldi deydi. Ya'ni biz uchun qolgani faqat shu quli qoldi, qolganning hammani tarqitib etdik deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom osh quldan boshqasining hammasi bizga qoldi deydi. Ya'ni tarqatmay qolib qo'yganinglar, bu bizga qolgani emas. Tarqitib Alloh yo'lida sarf qilayotganinglar, shu bizga qolgani deydi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning zakat va sadiqa tushunchasi mana mushundaq edi. Ya'ni Alloh yo'lida xarjlagan pulimiz haqiqiy bizning pulimiz. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashig'iga bir odam kelib, "Ey Allohning elchisi, men musulmon bo'lmoqchi, nima ish qilaman?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu odamga "La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" deb shahodat aytsa, ondan keyin namoz o'qiysa, zakat bersa, ro'za tutsa, haj qilsa va jihad qilsa dedi. Bu odam o'ylangandan keyin, "Ey Allohning elchisi, men hamma ishni qilay, lekin ikki ishni qilmay" dedi. U ikki ish bo'lsa, birisi mening 10 dona tugan bor, buning bilan bolalarimni boqmasam bo'lmaydi. Shunga men zakat ayirmay. Yana birisi men Alloh yo'lida jihad qilmay. Chunki jihadga chiqsam qo'rqib ketib, keynimga qaytib salamanmi deb ansirayman deydi. Faqabada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yadahu thumma harrakaha la jihad va la sadaqa fa bima tadkhulul janna. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u odamning qo'lini tutib turib, jihad yo'q, sadiqa yo'q, unda o'zi jannatga nem bilan kirsa dedi. Demak, bir odamningki namoz o'qib qo'yishilam, ro'za tutib qo'yishilam, haj qilib qo'yishilam, mana mushundaq musulmonlar zulmga uchirgan, jaholatning ostida qolgan mushundaq paytda bu yetmaydi. Chunki musulmonlarni zulm va jaholat ostidan qutuldirib chiqish uchun chuqum u odam sadiq qilish kerak, Alloh yo'lida pul xarjlash kerak va shundaqla jihad qilish kerak. Bir odam jon ketmaydigan, pul ketmaydigan yerda men musulmon desa, undaq odam nim bilan jannatga kiradi? Bu odam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu savolini anglagandan keyin, ya'ni jihadsiz Alloh yo'lida pul bilan xarjlamay turib jannatga kirgili bo'lmaydiganligini bilgandan keyin, ey Rasululloh, men sana to'liq holda, ya'ni ham jihad qilganligimga, ham pul mollarimni Alloh yo'lida sarf qilganligimga bay'at qilaman deb bay'at qiladi. Demak, zakat bir musulmonga nisbatan aslo va aslo sal qaraydigan masala emas. U musulmonni jannatga elib kiradigan amal. Bu sababdan shayton bizni zakatni bermasligimiz uchun har xil vasvasalarga soladi. Masalan, shaytonning bizga solgan eng chong vasvasalaridan birisi, hozir zakat bergudak odam qolmadi, kishilar zakatga loyiq emas deb zakat beradigan kishilar haqida har xil shubhalarni keltirish orqali sizni zakatdan to'sadi. Amaliyotda bu vasvasani kuchlantirish uchun ko'z oldingizga zakatga
loyiq bo'lmay turib zakot elib olgan ba'zi kishilarni keltiradi. Shuning bilan siz yo'q, zakotni kishilar elib oldi ekan deb zakot bermaysiz. Shayton maqsadiga yetadi. Aslida siz zakot berishni ilgari tekshirib, aniqlab bersangiz, shunda aniqlab berib turibmi xatolashib va u odam sizni aldab loyiq bo'lmay turib zakotingizni elib olgan bo'lsa-mu, sizdan zakot ado tepib beradi. Alloh taolo sizga mukofot beraveradi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunday deydi: "Qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqa fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq." Bir odam, ya'ni Bani Isroillardan bir odam, "Men Alloh yo'lida sadiq qilaman" deb pulusini elib chiqdi. Uni bilmasdan bir o'g'riga berib saldi. Keyin kishilar, "U odam o'g'riga sadiq qilibdi" deyishdi. U odam, "Alhamdulillah, menda pul bor, yana sadiq qilaman" deb sadiqasini chiqdi. Ondan keyin yana bilmasdan bir zinoxorga berib saldi. Kishilar, "Bu odam zinoxorga sadiq qilishibdi" deyishdi. Bu odam, "Alhamdulillah, menda yana pul bor ekan, yana sadiq qilaman" deb chiqdi. Uqmasdan yana bir boyga berib saldi. Kishilar, "Bu odam boyga sadiq qilibdi" deyishdi. Bu odam yana "Alhamdulillah" deydi. Bu odamning tushiga sening o'g'ri qilgan sadiqang, ya'ni sen bilmasdan o'g'ri qilib qolgan sadiqang balkim o'g'rini o'g'rilikdan to'sib qolishi mumkin. Sening zinoxor qilgan sadiqang, ya'ni zinoxor bir ayol qilgan sadiqang, u ayolni zinodan to'sib qolishi mumkin. Sening boy qilgan sadiqang balkim uningga ibrat bo'lib, uning sadiq qilishiga turtki sabab bo'lishi mumkin deb uning qilgan sadiqalarining hammasining qabul bo'lganligidan bishorat beriladi. Bu hadisni Imom Buxoriy naql qilgan bo'lib, ixlos bilan qilingan sadiqa garchi xato ketib qolgan taqdirdami, Allohning qabuliga erishadiganligiga dalolat qiladi. Va shundaqla shaytonning kishilar sadiqaga loyiq emas, kishilar sadiqani yivoladi deb bizni sadiq qilishdan to'sishdan iborat o'sha hilisini bitchit qiladi. Shuning uchun shaytonning hilisiga aldanib, har qanday bir sabab bilan zakotni kechiktirish va yoki zakotni bermaslikdan qattiq saqlanishimiz kerak. Zakot haqidagi muhim va eskartishga tegishli bo'lgan masalalardan birisi, zakot xiyolimiz kelgan bo'yicha xohlagancha sadiq qilib qo'ysak ado bo'ladigan ibodat emas. Zakotning o'lchimi bor, vaqti bor. Ya'ni pul milimizning qimmati 85 gram oltinning qimmatiga yetgan bo'lsa, 40 gramga 1 yoki %2,5% o'lchamda ayriladi. Va shundaqla bu zakotni Qur'oni Karimda ko'rsatilgan 8 turlik o'rinning birisiga bersak bo'ladi. Ya'ni xohlagan birisiga bersak bo'ladi. Uning birinchisi bo'lsa, innamas sadaqatu lil fuqara, sadiqa, ya'ni zakot birinchi bo'lib faqirlarga beriladi. Pulus yo'q, qiyinchiligi bor, ishlashdan ojiz kelgan tul ayol va yoki meyib o'xshash mushundaq kishilarga beriladi. Ikkinchisi miskinlarga beriladi. Ozroq pulus va yoki ishlayotgan, ammo ishligini turmushga yetmayotgan qiyinchiligi bor kishilar. Bundaq kishilarniki ishlashi turmushga yetmagan bo'lsa, zakotdan to'liqlansa bo'ladi. Uchinchisi, zakot xodimlari, ya'ni zakotga mas'ul qilingan kishilar. Bu kishilarga zakotdan 1 yil xarajatiga yetgudak beriladi. To'rtinchisi, islomning illiqligini yetkazib, qalbini moyil qilish uchun beriladi. Ya'ni yangi islomga kirganlarga va yoki islomga kirish ehtimoli bo'lganlarga va yoki uning zindan saqlanish uchun ba'zi kishilarga bersak bo'ladi. Beshinchisi, qullarni ozod qilish uchun zakot bersak bo'ladi. Oltinchisi, qarzdorlarga zakot berilsa bo'ladi. Ya'ni qarz va o'zining to'lash imkoniyati yo'q, bunday kishilarga zakot bersak bo'ladi. Yettinchisi, Alloh yo'lidagi kishilar. Alloh yo'lidagi kishilar kimlar? Mazlum xalqni zulmdan qutuldirishni harakat qilayotgan mujohidlar. Va shundaqla jihadning oldingi tayyorlik qilgan ta'lim, tarbiya va da'vat va undan boshqa ilmiy sohalarga zakot berilsa bo'ladi deb qaraladi. 8-inchisi Ibn Sabil, ya'ni musofirlar. Qandoq musofir? Vatandan uzilib qolgan, iqtisoddan uzilib qolgan musofirlar. Dal bugun kunimizdagi ba'zi boylarga o'xshash, pulusi bor, boy, ammo vatanda, ammo miyada qiyinchilik bor. Bunday kishilarga qiyinchilik bo'lib qolsa, zakot bersak bo'ladi. Undan boshqa zakot beruvchilar ixlosini qo'g'dash uchun diqqat qilishga tegishli bir qancha ishlar bor. Uning birinchisi bo'lsa, zakotini ko'z-ko'z qilishdan saqlanish. Zakotni oshkor bersak bo'laveradi, ammo uni boshqalarga ko'rsatib, riyo qilishdan saqlanish kerak. Ikkinchisi, zakot bergan odamga minnat qilmaslik, aziyat bermaslik. Uchinchisi, zakot bergan odamni haqsiz ishlatib olmaslik. Bir faqir miskinga zakot bergan bo'lsak, uni uyimizga chaqirib, haqsiz ishlatib olishni saqlashimiz kerak. To'rtinchisi, zakot bergan vaqtimizda maqtanishni kutmaslik. Undan boshqa zakot beradigan mollarni tanlashda va yoki zakot beradigan kishilarni tanlashda tuvandagi nuqtalarga diqqat qilish kerak. Birinchisi bo'lsa, zakot ayiradigan malimizning eng yaxshisini berishimiz kerak. Ya'ni mol-chorvalardan zakot olib qolsak, eng semiz, eng pulga yaraydiganini bersak, eng yaxshi. Ikkinchisi, eng qiyinchiligi bor odamdan boshlash kerak. Uchinchisi, qiyinchiligi bor odam urug' tuqqanlarimiz, xulim qo'shnilarimizning orasida bo'lib qolsa, tuqqanlarimizdan va yaqinlarimizdan boshlash kerak. Uchinchisi, zakot oladigan kishilarningki izzat nafsini qo'g'dash kerak. Ularni resimga tortib, turg'u sazoy qilishdan saqlanish kerak. Bilganimizdek, Ramazon oyi butun amallarimiz haslinadigan oy. Bu sababdan ko'pincha kishilar Ramazon oyida zakotni araydi. Undan boshqa sadiqasini Ramazon oyida qiladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ramazon oyida boshqa vaqtdagidan bakrak saxiy bo'lib ketadi. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu Ramazon oyida har kuni 1000 dinar sadiqa qiladi. Demak, Ramazon oyi sadiqa va zakot ayiradigan eng yaxshi fursat. Alloh taolo qilgan amallarimizni qabul qilsin.